Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugünkü satığa chiqqan joyimiz görüp turganlaringizni shahrimizni Qoq markazida bo'ladi. Ya'ni bu yanimiz yine görüp turganlaringizni urologiya bo'ladi. Bu yanimiz Dekkan bozorimiz bo'ladi, park bo'ladi. Bu yanimiz esa Gürlen yo'luna ketadi hurmatli yurtdoshlar. Bu yanimiz shahar hokimiyat bo'ladi. Görüp turganlaringizning shahrimizning dim zo'r ajoyib joyida birinchi etajda 2 xonalı kvartiramiz sotuvga chiqdi. Esa kvartiramizni ichki qismi bilan tanishib chiqamiz. Ketdik esa. Hurmatli yurtdoshlar, birinchi qavatimizga yetib keldik. Shu xonadonimiz bo'ladi ekan, eshiklarimiz ko'rib turganlaringizning yaxshi sifatli eshiklardan ekan. Xonadonimizga bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Ko'rib turganlaringizning girgan yerimizda shunday joyimiz yine. Yanımız spannimiz bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz hurmatli yurtdoshlar. Yine girishimiz, yanımız spannimiz bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Spannimiz ham yine yanımızda şkafı, spannisi, aynalarımız hurmatli yurtdoshlar, akfa aynadan rishotkalar qilingan birinchi etajda bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Joyimizda umuman gap yo'q. Yaxshi remontdan chiqib turibdi. Zo'r joy ekan, joyimiz umuman gap yo'q hurmatli yurtdoshlar. Yanimizda esa tualetimiz bo'ladi. Bu yerda hurmatli yurtdoshlar tualet, vanna, отдельный ekan. Buni ko'rib turganlaringizning tualetimiz. Yanimizda ko'rib turganlaringizning rakovinamiz ham yine suvun orina voqti gap yo'q. Zo'r. Bu yanimiz hurmatli yurtdoshlar zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham ko'rib turganlaringizning akkuratni, chiroyli, o'zgacha bir fayzli xonadon ekan hurmatli yurtdoshlar. Yine ko'rib turganlaringizning bu yanimizda esa balkonimiz bo'ladi. Balkonimiz ham shunday deb hozir tikuvchilar ekanlar, o'sha zat qo'ydilar. Bu yanimizda asla uzun balkon bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Birimizin natojniy patolog bo'ladi, patologimiz. Oyoq tellarimiz bo'lsa, gilamlari. Bu yerda hurmatli yurtdoshlar ba'zi jihozlari qoladi, ba'zi jihozlari ketadi ekan. Kelishilgan holatda hurmatli yurtdoshlar. Joyimizda umuman gap yo'q. Aytganimizdek, vanna soatli vannamiz yine ko'rib turganlaringizning shunday holatda bo'ladi. Görünüşü yine oyoq tellarimiz kafel. Hurmatli yurtdoshlar, bu yanimiz yine aboy. Aboy ham chiroyli, o'zgacha ajoyib aboylardan ekan. Bu yerimiz yine shunday bir dim zo'r etib o'tiradigan joy qilib bir ajoyib zat qo'yibdi ekanlar. Yine hurmatli yurtdoshlar, joyimiz dim zo'r, mana yoqdi. Bu yanimizda esa kuxnimiz bo'ladi hurmatli yurtdoshlar. Yine ko'rib turganlaringizning kuxnimiz ham gap yo'q, ajoyib. Chiroylig'ini hechqachon tepzatib qo'yibdilar. Bu yanimiz yine akfayna. Bu yanimizda yine bog'lari bor ekan hurmatli yurtdoshlar. Yine bir mestamizda umuman gap yo'q hurmatli yurtdoshlar. Yine mestamiz parkanda bo'ladi. Mirjaxon yonidan kirib kelamiz. Hurmatli yurtdoshlar, Dekkan bozor, park. Esa hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxini keladigan bo'lsak 430 million so'm kelishiladi hurmatli yurtdoshlar. Esa ekranda berilgan telefon raqamlari aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar,